Hop, assalomu alaykum. Bugun sotuvda Kia Morning mashinamiz. Narxini boshida aytib o'tamiz. 10.500 bo'lsa bera olaman deyishyapti. OLXdan har xil saytlardan qiziqib ko'rsanglar bo'ladi. Narxini ancha arzon qo'yilyapti. Hop, yili 23, 39.000 probeg yurgan. Halol probeg. Kraskalari top-toza. Razmeri Spark'ga o'xshagan mashina. Tak, 16 razmerli diskalar olib qo'yilgan ekan. Full pozitsiyasi, beskuluchoy do'stliklar bor. Kojinli salon. Salonlarda qilgan joylari yo'q, monitori bor. Hop, abagrev, abduf. Kurs kontrollar bor ularda. 39 probeg yurgan. Mana birkalarni ko'rsatamiz. 23-yil ishlab chiqarilgan. Buni egalari 10.500 bo'lsa bera olaman deyapti. Past egalari nomerini yozib qoldiramiz. Kanalga podpiska tashlab qo'yinglar, sog' bo'linglar.